Yong'in inson hayoti va mulkiga eng katta xavf tug'diruvchi tabiiy ofatlardan biridir. U kutilmaganda yuzaga kelib, ogohlantirmasdan katta talofat yetkazadi. Shu bois yurtimizda aholining tilsiz yovga qarshi xavfsizlik madaniyati va hushyorligini oshirish hamda profilaktik choralarni kengaytirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. Shu maqsadda kuni kecha Metallurg madaniyat saroyida Olmaliq kon metallurgiya kombinati obyektlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'limi mutaxassislari tomonidan ijtimoiy obyektlar boshqarmasi mas'ullari ishtirokida kombinat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik, kuz-qish isitish mavsumida ehtiyot choralarini ko'rish yuzasidan seminar tashkil etildi. Tasavvur qiling, siz o'sha xonada bu ko'rli bog'chalar hammasini skladda bor masjidni avvalga botsa. Tefalis necha tok tortadi, necha vatgacha. O'shda konditsioner bor, necha vatgacha. Yoki masjidni avvalga tutmoqsizlar, necha vatgacha. O'shalar hammasini qo'shib chiqingda 220 voltga bo'lib oling, nechadir amper kelib chiqadi. Agar o'shani siz tokingizni sichiniyasi ko'tarsa, o'shanda foydalanishingiz mumkin. Unda ham постоянный emas, o'sha biz aytgan holatda. Ma'ruzachilar o'z chiqishlarida yong'in holatlarining ko'payishi asosan fuqarolarning elektr uskunalaridan foydalanishda texnika va yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilmasliklari tufayli sodir bo'layotganini ta'kidlab o'tishdi. Shu bilan birga gaz uskunalarining o'z vaqtida tozalanib turilmasligi sabab is gazidan zaharlanish holatlari ham kuzatilayotgani qo'shimcha qilindi. Mutasaddilar bu kabi ko'ngilsiz vaziyatlarning oldini olishda ishchi xodimlardan ogohlikni yo'qotmaslik, oila davrasida ayniqsa bolalarga yong'in profilaktikasi haqida tushunchalar berish kerakligini aytib o'tishdi. Korxona tashkilotlarida, mana bog'chalarda yong'in xavfsizligini ta'minlash bu bo'yicha Olmaliq kon metallurgiya kombinati rahbari tomonidan kuzgi qishki mavsumga isitishga tayyorgarlik mavsumi bo'yicha bir qancha farmoyishlar ishlab chiqilgan. Olmaliq kon metallurgiya kombinati obyektlarning yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'linmasi inspektor xodimlari tomonidan korxona tashkilotlarida targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Mana bugun shunga asosan Olmaliq kon metallurgiya kombinati ijtimoiy obyektlar boshqarmasi xodimlari bilan yong'inni oldini olish, favqulodda holatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha seminar mashg'ulotlari o'tkazildi. Bunda mana isitish mavsumida isitish pechlarini, morgonlarini tozalatish, elektr kabellarini laboratoriya sinovlaridan o'tkazish, mana Yangi yil bayrami yaqinlanib kelishi munosabati bilan bolalarni hech qanaqa qarsildoq, bangildoq mahsulotlardan foydalanmaslik, Yangi yil archalarini bezatishda yong'in xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, ularni elektr anjomlaridan foydalanish me'yor qoidalariga rioya qilgan holda favqulodda holatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha o'rnatish bo'yicha tushuntirishlar olib borildi. Obyektlarda yong'in xavfsizligini ta'minlash, har xil turdagi qo'lbola elektr isitgichlardan foydalanmaslik, har xil turdagi elektr moslamalaridan yong'in xavfsizlik xodimlari ruxsatsiz foydalanmaslik to'g'risida tushuntirishlar olib borildi. Olmaliq kon metallurgiya kombinatida muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan bu kabi seminarlar tarkibiy bo'linmalarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noxush holatlarning oldini olib, xodimlar o'rtasida xavfsizlik madaniyatini yuksaltirish, ishchilarning tabiiy va texnogen tusdagi ofatlar yuz berganda to'g'ri harakatlanish bo'yicha ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Xodimlarning yong'in xavfsizligi qoidalariga befarq bo'lmasligi bu nafaqat korxona moddiy boyliklarini, balki har bir fuqaroning hayotini asrash yo'lidagi muhim qadam hisoblanadi.